محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma telefonni o'chirib, qaqib qo'yib beringlar. Zavo kemidiya qilib. O'tgan suhbatimizda ota-onani farzand ustidagi haqqi degan darsni boshlagan edik. Inshaalloh davom etamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda 3 ta oyatga shart qo'yib keldi. Bir kishi namoz o'qisa-yu, zakot bermasa, namozi qabul bo'lmaydi dedik. Lekin namoz o'qisa, zakot bermasa, bir ikkinchisi qabul bo'lmaydi. Kishi Allohga itoat qilsa-yu, lekin payg'ambarga itoat qilmasa, u ham qabul bo'lmaydi. Kishi Allohni rozi qilsa-yu, lekin ota-onasini norozi qiladigan bo'lsa, Allohga qilgan birorta ibodati qabul bo'lmaydi deb o'tgan suhbatimizda aytgan bo'ldik. Va Alqama ismli yigitning qissasini ham gaplashgan bo'ldikki, kishini jihodda qatnashganligi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahoba bo'lganligi ota-onasini norozi qilishidan oldin hech narsaga o'tmay qolyapti. Alloh taolo o'ziga ibodat qilib, o'ziga shukr keltirishidan keyingi birinchi talab qilgan narsasi bu ota-onani rozi qilishlik. Bu yerda ko'pchilik yoshlar o'tiribdi. Alhamdulillah ota-onalari ikkalasi yoki ba'zilar tirik bo'lsa, oqsoqollarimizni hayoldan tushishi mumkin. Endi bizlar o'tib ketgan. Biz endi nima qilamiz? Shu savolni bergan ekan sahobalarga, agar ota-onam o'tib ketgan bo'lsa, nima yaxshilik qila olaman unga? Inshaalloh darsimiz oxirida bunga javob beramiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi va qado robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz Alloh taoloni o'zidan boshqaga ibodat qilmaslikni hukm qildi va uni orqasidan ota-onaga yaxshilik qilishlikni hukm qildi. Agar bizga bir sahobani gapi bo'lganda o'zi kifoya qilardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi bo'lganda kifoya qilardi. Bu yerda Alloh taolo Qur'onda sarih bo'lgan oyat bilan bizga bu hukmni bayon qilyapti. Yana falon ibodatdan keyin emas, meni rozi qildingmi? Orqasidan ota-onani rozi qil. Allohning roziligi ota-onaning roziligida turadi, Allohning g'azabi ota-onaning g'azabida turadi. Alloh taoloni o'zigagina ibodat qilishlikka va ota-onani hurmat qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Agar ana shu ota-onangiz ikkalasi tirik bo'lsa yoningizda yoki ulardan bittasi tirik bo'lsa, ularga uff demang. Subhanalloh, mana shu uff degan kalima dunyodagi hamma tilda bor ekan. Ya'ni bir charchab kelganida bir ish buyurgan bo'lsa, uff deb olamizmi? Shu bilan insonning oq bo'lishiga kifoya bo'lib qolishi mumkin ekan shu so'z. Bir og'iz aytgan so'zimiz. Allohga rahmi kelsin. Allohga rahmi kelsin, kim bu yerda uff demagan ota-onasiga. Va qul lahumā qawlan layyina karima. Ularga muloyim yumshoq so'zlarga. Mana ulamolar aytadi, agar ota-onasi tirik odam bo'lsa, qarigan paytda bolasini xizmatiga, bolasini bir yordamiga muhtoj bo'lib turgan paytda, agar o'zini najosatini ko'tarib eshikka olib chiqishlikka qodir bo'lmagan paytda farzand shu xizmat qilayotgan bo'lsa, ota-onasining najosatini olib chiqib ketayotganda buni ushlamasin, yuzini burishtirmasin. Chunki bu narsa ota-onaga, qalbiga ozor beradi. Vaqfiz lahumā janāha zulli minar rahma. Alloh taolo ota-ona bilan qanaqa muomala qilishlikni o'zi o'rgatyapti. Yaxshi muomala qilinglar deb qo'ymadi-da, balki nima qildi? Bayon qilib beryapti. Uf dema, qattiq gapirma, ularni jerkima, ularga muloyim yumshoq so'zni so'zlagin. Vaqfiz lahumā janāha zulli minar rahmati. Ota-onangga rahim shafqat degan qanotingni past tushirgin. To'g'ri yaxshi muomala qilib qo'yishing kifoya qilmaydi. Rahim shafqat degan sifatni qonat bo'ladigan bo'lsa, oyog'ini tagiga nima qilgin? Va qurrobbirhamhuma, Parvardigori ularda rahmatingga olgin. Kama robbayani saghira. Xuddi meni bolaligimda ular menga qanday rahim qilib, qanday shafqat qilib meni katta qilgan bo'lsa, menga qanday bir mehr ko'rsatgan bo'lsa, ularga esa shunday bir mehr ko'rsating. Bir marta, ikki marta ana shu najosatini ko'chaga olib chiqib qo'yishlikda jirkangan farzand esdan chiqmasligi kerak ekanki, bu ota-ona necha 100 martalab bu ishni qilgan. Va biror marta jerkingan emas. Subhanalloh, Alloh taolo bolangga mehribon bo'l demayapti. Ota-onangga mehribon bo'l. Chunki
bolaga mehribon bo'lishida Alloh taolo insonni tabiatiga joylab qo'ygan. To'ng'iz bolam oppog'im, titratgan, yumshog'im. Suqa qarab boqadi, pastga boqadi. Alloh taolo tevaga oqizyapti suvni. Bolangga xohlasang ham, xohlamasang ham Alloh taolo mehrni qalbingga solib qo'yadiki, mehribon bo'lasan. Lekin ota-onaga nisbatan bu narsa insonning tabiatiga Alloh taolo joylamagan ekan. Shuning uchun ota-onangga mehribon bo'l deb buyuryapti. Demak, bu ibodat ekan. Anishkurli va livalidayka va ilayyal masir. Menga shukr keltir va ota-onangga shukr keltir. Xo'p. Allohning shukri nima bilan ado bo'ladi? Allohning shukri 5 mahal namoz o'qib, Alloh buyurgan ishni qilib, qaytargan ishlardan qaytganimizda Alloh azza va jallaning shukri ado bo'ladi. Endi ota-onaning shukrichi. Xuddi shu 5 mahal namozni orqasidan ota-onaning haqqiga farzand duo qilar ekan, gunohini kechirishini so'rab, shunda ota-onaning haqqi ado bo'lar ekan. U 2 kilo go'sht ko'tarib kelsa, 200 so'm qo'lga pul berib qo'ysa, shu bilan bo'ldimas ekan. Demak, biz yaxshi farzand bo'lyapmizmi? Ota-onamizni shukrini ado qila olyapmizmi degan savolga, ha, albatta, ota-onaga qilingan mehribonlikda bittasi bo'ladi. Shu qo'liga pul berishdi yoki xizmat qilish. Lekin eng katta yaxshilik namoz o'qigan farzand tomonidan bo'lar ekan. Namoz o'qisangiz 5 mahal Allohumma g'firli va li validayya, Parvardigorim meni kechirgin va ota-onamning gunohini kechir desangiz, ota-onaning haqqi ado bo'ldi, agarchi qo'lingizda chaqir bo'lmasa ham. Qo'limda pulim bo'lsa borardim deb turib bir bahona qilamiz u. 5 mahal duoda bo'lishligimiz ota-onani haqqini ado qilishligimiz bo'ladi. Ulamolar aytadi, ota-onani farzandda 10 ta haqqi bor. Diqqat qilaylik. 10 ta haqqi bor. Birinchisi, agar taomga muhtoj bo'ladigan bo'lsa ota-ona, farzand albatta mana shu taomni hozir qilib berishi kerak, imkoniyatida bo'lsa. Ya'ni o'zi esa ota-onasiga yemagirish kerak degan. Yoshlarga tegishli ko'proq. Katta-katta yuribmiz ko'chalarda, har yerlarda abed qilib. Shu ota-onaga shutda somsani ko'tarib kela olmayotganligimiz bizni yaxshi farzand emasligimizni belgisi. Ulpachilikka 5-6 so'm pulni ko'tiga qaramasdan shashar sadlab olaveramiz. Lekin uyga ota-onaga bir narsa olayotganda sal tejabroq olamiz, agar olayotgan bo'lsak. Birinchisi taom bilan, ikkinchisi agar bir kiyimga muhtoj bo'ladigan bo'lsa, kiyim bilan, hayitli deymizmi, bahorli deymizmi, qishi xullas, ana shu kiyim-kechak bilan bo'ladi. Uchinchidan, agar ota-ona mana shu farzandi xizmatiga muhtoj bo'ladigan bo'lsa, farzand xizmatini ado qilishligi bilan, turib turing, hali kech payt kelaman deyish bilan bo'ladi. Mana shuni qilib olaysiz, turib turing. Ha, biz origanda ota-onamiz turib turing degan emas. Uyqusini ham harom qilgan, boshqa hamma ishini harom qilganlar, nima qilgan? Bizni xizmatimizda bo'lgan. 5-dan, 4-dan, agar inson mana shu ota-onasi uni chaqiradigan bo'lsa, labbay deb ularda huzurda bo'lishligi bilan. 5-si, buyruqlariga itoat qilishligi bilan. Modomiki ota-ona gunohga buyurmayotgan bo'lsa, farzand itoat qiladi. Xohlasa ham, xohlamasa ham. 6-dan, ota-onasining oldida muloyimlik bilan gapirishi kerak, qattiq gapirmaslik kerak. 7-si, atini aytmaslik kerak. Ya'ni atini aytib turib, otasiga o'rtog'iga qilgan muomalani qilishlik kerak emas. 8-dan, ota-onani oldida yurmaslik kerak. Oldiga tushib olmaslik kerak. Bu ham shu ham ota-ona bilan bo'ladigan odati bir ko'rinishi ekanki, orqasida yurish kerak ekan musulmon kishi, haqiqiy musulmon bo'ladigan bo'lsa. Chunki jannatning eshigi turibdi oldida. Undan oldiga o'tib ketmaslik kerak. 9-dan, o'zi uchun nimani yaxshi ko'rsa, ota-onasi uchun shu narsani yaxshi ko'rish kerak. Nimani yomon ko'rsa, ota-onasi uchun ham shu narsani yomon ko'rish kerak. 10-si, doim bularda haqqiga duo qilishlik kerak. Bunga qarab tursangiz, bu ancha bo'lsa bu narsa odam o'rtasida ko'tarilib qolgan ekan. Televizorda ko'ryapmiz, o'rgatyapti televizorda ota-onaga tikka gapirish, ota-onaga tikka qarash, ota-onaga maslahat berishlik. Men 16 ga kirdim, 17 ga kirdim, men katta odam bo'lib qoldim, taqdirimni o'zim hal qilaman. Men sizlarga yosh bolalarni qalin yo'lasiz akalar. Men televizorda harom demayman. Lekin halolan deya olmayman. Hali boltaga o'xshagan narsa televizor.
o'tin chopsangiz, daraxt chopsangiz, go'sht chopsangiz bo'laveradi. Lekin odam choparishi ham mumkin bu bolta bilan. Bolta harom emas. Uni ushlagan odam uni halol qiladi yoki harom qiladi. Nimaga ishlatishligiga bog'liq. Endi aytinglar, mana shu televizorda agar 100% lik bir narsa desak, necha foizi bizni foydamizga ishlayapti, necha foizi zararimizga ishlayapti? Tarbiyaviy tomoni bor mana shu seriallarda. Mana aka-uka o'rtasidagi mehr-muhabbat ko'rsatyapti, shuni orasida zahar kirib ketyapti. Asalning ichiga zahar bo'lib bitirib yuboryapti bizga. Achchiq donisiga pulonga qilib qo'yadi shirin. Yutib olguncha qiynalmasin deb. Shuna bo'lyapti-da, yalang'och kiyinishdi, ota-onaga tikka gapirishdi. Haligi o'tgan safar ham aytdim, Alisher Navoiylar to'g'risidagi video filmlar bo'ladi. O, bir estirma holda, eslasak. Mana shunday qilib turishadi otasining oldida. Bu gap qaytarish emas, betiga qarashlik mumkinligi hayoliga kelgan. Chunki ular mana aytilgan 10 ta haqqini nima qilgan? Ado qilgan. Agar mana shu ramka hisobga olganmiz, nechtasiga tushamiz biz? Bittasiga ham tushmaymiz. Ishonaveringlar. Bittasiga ham tushmaymiz. Uni ustiga siz agar topayotgan bo'lsangiz, pul topgan otangizni qo'liga bergan bo'lsangiz, bo'ldi, tugadi. U ota-ona nima bo'ladi? O'rtog'ingizga qo'yib qarasiz, turib turing, biz aytgan bo'ladi. Dada siz bilmaysiz. Hozir mana bo'lyapti. O'shoring qulga ota masjiddan masalani eshitib qolib, islomga sarflama puldi. Bu sen qilayotgan bu sarf xarajatlar isrof ekan desa, siz turib turing, xotinlar hal qilyapti bu masalani. Qizlar, kelinlar hal qilyapti. Ota-onani hurmat qiladi qoldi. 4 ta odam jannatga kirmaydi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va jannatda hidini ham hidamaydi. Birinchisi aroqxo'r odam. Modomiki tavba qilmasdan o'lib ketibdimi, mukkasidan ketgan alkash holatida. Jannatda hidini ham hidamaydi. Ikkinchisi sutxo'r odam. Sutxo'r odamda juda ko'p bir ta'rifi bor. Eng yengil o'xshatishi onasi bilan yotganga barobar bo'ladi. Sutxo'rlikda ham juda bir turlari zo'r bo'lib ketadi. Inshaalloh mana bu akil riboda dars alohida o'tamiz. Juda chiroyli qog'ozlarga o'rab reklama qilinyapti. O'sha pinka deydimi, kredit deydimi, harigini eshitib turib, og'irgin kelib ketadi. Orasiz shu bitta abort qilasiz, qaytarib berib qutulaman deysiz. Hali birorta ana shu prosentga pul olib, obod bo'lgan odamni vallohi halam ko'rmayapti. 1-2 yildan beri bo'layotgan bo'lsa, uni dardi ichida. Nimaga desa, Alloh taolo sutxo'rlikka qo'l urgan odam bilan o'zim urushaman deyapti. Alloh bilan, payg'ambar bilan urushlikka toqati bor odam, quvvati yetsa, sutxo'rlikka pul olaversin. U bir marta aynan pulni qaytarib beraman demang, pishdi. Agar sutxo'rlikka pul oldingizmi, kuyganingiz, ziyonga kirganingiz shu. Yetimni molini yegan odam ham jannatga kirmaydi. Qaytarib aytayapman. Otasi o'lgan, otasiz qolgan sag'illarni ehsoniga kirishlik birodarlar. O'ylab olaylik bu narsani. Biz kattalar aytaylik, "Oy, seni ering o'ldi. Seni o'g'ling o'ldi. Sen ehson qilma, bu yetimlarning haqqi. Biz yesak jahannamda qonimizga yegan bo'lamiz o'tini." Deylik, kirib ketavermasdan. Rahmat. Bu kattalarga tegishli bu narsa. Bu meni yelkamdagi omonat. Modomiki shu men imom ekanman, men aytmasam gunohkor bo'laman. Qodir odam bo'lsa, boy odam bo'lsa, to'g'risiga chiqib duo qilib ehsonini yeylar. Yetim bolalari qolib, bitta ikkita bolasi qolib turib, o'sha otasi o'lgan oila bor ehsonni yeyasizlarmi? Alloh taolaning jahannamda o'tini yeyasizlar qolmaylarga. So'raylar kimligini uni. Qanaqa ehson qilayotganligini. Inshaalloh yetimning haqqini gaplashib, uni ham batafsil gaplashamiz. Bir amal ham qilaylik eshitgan narsamizni eshitib qo'ymasdan. Va jannatda hidini hidamaydigan odamlar 4-tinchisi bu ota-onasiga oq bo'lgan kishi. Men boyaga savolga qaytaman. Agar ota-onasi o'tib ketgan bo'lsa-chi? Ota-ona o'tib ketgan bo'lsa, farzanddan norozi holda o'tib ketgan bo'lsa-chi, shu kishini ota-onasiga biror bir yaxshilik qilishga iloji bormi? Ota-onasi norozi holda o'tib ketdi. Ichib, rasvo bo'lib yurgan paytda ota-ona o'tib ketdi. Endi namozga yiqildi, Allohga deb qoldi. Nima qila olaman deganda ulamolar javob berdi. 3 ta ish qilasiz, ota-onangizga yaxshilik bo'ladi shu dedi. Birinchisi, solih banda bo'lasiz. Chunki ota-ona tirikligida ham agar siz namoz o'qib insof kechib qolganingizni ko'rganda xursand bo'lar edi. Birinchisi, ana shu gunohdan tiyilasiz. Ikkinchisi, ana shu ota-onangizni, do'sti, birodarlarini, qarindosh urug'larni holidan xabar olasiz.
Bu ota-onaning chirog'ini o'chirmaganligini belgisi. Hozir aka-uka birini haromga qo'yapti. Uchinchisi, har namozning orqasida ularning haqqiga duo qilasiz va ularning nomidan xayr-ehson, sadaqotlar qilasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda marhamat qildi. Agar odam bolasi o'ladigan bo'lsa, uni hamma savobli amallari to'xtaydi. Faqat 3 ta amalidan savob borib turadi. Ya'ni kitob yopiladi-da, orqasidan bitta varaq qoladi degan. Bo'ldi. Men kitobni muqovasi o'lim, yopdi. Tugadi hamma amali. Gunohi ham, savobi ham to'xtadi, lekin 3 ta amal borki, orqasidan savob borib turadi. Bittasi, agar sadaqatun joriyatun, odamlar foydalanib turgan bir sadaqa qoldirib ketgan bo'lsa, masjid solgan bo'lsa, asfalt solgan bo'lsa, transformator qo'yib bergan bo'lsa, xullas, el foydalanib turgan bir narsa qilgan bo'lsa, puldor odam. Ikkinchisi, ilmun yuntafa'u bihi. Odamlar foydalanib turgan ilmni qoldirgan bo'lsa. Bu avvalambor birinchi o'rinda diniy ilm. Qolaversa fizika, matematika mana shu odamlar foydalanadigan ilm birodarlar. Qo'shishda ayrish o'rgatib qo'ygan matematika o'qituvchisi ham umidvor bo'laversin agar solih kishi bo'ladigan bo'lsa, ibodat qilayotgan bo'lsa, Alloh uchun yashayotgan bo'lsa. Chunki odamlar foydalanadi shu matematikasidan. Uchinchisi, waladun solihun yad'u lahu bil maghfira. Yaxshi farzand qoldirib ketgan bo'lsa, ota-onasining haqqiga duo qilayotgan bo'lsa, mana shu kishining ham orqasidan savob borib turadi. Ota-onalar o'zlari bir fosil bo'lib o'tib ketgan bo'lsa-chi. Nauzubillah. Tavba qilmasdan ibodat qilib o'tib ketgan bo'lsa-chi. Agar shunday bo'lsa ham ularda haqqiga duo qilishimiz kerak. Chunki Nuh alayhissalom Robbi g'firli va li validayya, Parvardigorim meni mag'firat qilgin va ota-onamni mag'firat qilgin deb duo qilyapti. Ibrohim alayhissalom otasi mushrik bo'lishiga qaramasdan Robbana va taqabbal du'a, Robbana g'firli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Parvardigoro, qiyomat kuni hisobi qoyim bo'ladigan kunda meni va ota-onamni va mu'minlarni mag'firatingga olgin deb duo qildi. To Alloh taolo otangiz mushrik bo'lgan duo qilmang degandan keyingina to'xtadi. Bizi otalarimiz alhamdulillah la ilaha illalloh degan kalimaga yo'lar bo'lgan. O'tib ketgan ota-onalarimiz haqqiga 5 mahal namoz orqasida duo qilishlik bilan xayr ehson qila olamiz. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbarga chiqib ketyapti. Amin, amin, amin deb 3 marta amin dedi. Jibril alayhissalom keldi. Dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sababini aytib. Ramazonga qoyim bo'lsa bir odam, Ramazon oyida turib, gunohlardan tozalanib, jannatda o'zini qilib olmagan odam xor bo'lsin. Siz ismingiz zikr qilinganda salovat aytmagan odam xor bo'lsin dedi. Amin dedim. Va 3-amin deyishimiz siri dedi. Ey Muhammad, ayting, agar ota-onasi tirik bo'lsa bir odamda, ikkitasi yoki bittasi, shularda xizmatini qilib, duosini olib, o'zini jannatiy qilib olmagan odam xor bo'lsin, do'zaxiy bo'lsin dedi. Amin dedim. Alloh taolo buyurdi, payg'ambarimiz duo qildi. Duo ketdi. Agar ota-ona tirik turib, ularning duosini olib, roziligini olmaydigan bo'lsak, bizni xor bo'lishimiz turgan gap. Kishining umrini davomiy bo'lishligi, rizqini barakatli bo'lishi ana shu ota-onaning xizmatini qilib, ularni qarindosh urug'lardan xabar olishi bilan bo'ladi. Inshaalloh eshitilgan mavzularga Alloh taolo mahv qilgan